Grand Xiva gostinitsidamiz. Xudo xolasa ujin qilishga qo'y go'shtidan boshladik ana. Xudo xolasa sekin-sekin kiyverasizlar. Sherzodda lekin o'zi yo'q. Qo'chqorni dumbalaridan, bu ham o'zi cho'lda yurgan qo'chqorlardan rosa go'shi ham zo'r ekan. Go'shtlarni qaranglar, go'shtlarda o'rtoqlar. Ana Xivada, Xudo xolasa Grand Xivada boshladik ujinni nasib qilsa. Hozir endi piyozni bosamiz. Shu bilan ujinni davom ettiramiz. Kuzatishda davom etinglar. O'rtoqlar mana Xudo xolasa ujin ham tayyor bo'ldi. Ana qo'y go'shtidan, Xudo xolasa mana Akbar bilan Sherzodda gostinitsasida ujindan. Mana gostinitsa restorani bemalol. Gostinitsa ishga tushdi. Kechadan ishini boshlagan gostinitsa qabul qilishdi. Xudo xolasa ertaga yana bitta guruhga keladi. Bu yoqda mana ko'ringlar mana obzorda. Mana eski shahar, Xiva. Omad hammaga xush kelibsizlar bemalol. Gostinitsaga kelsanglar, xonalar tayyor.